yilgi Chevrolet Monza zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va tejamkor dvigatel bilan taqdim etilmoqda. Ushbu model shahar haydovi uchun qulay, yoqilg'i sarfi past va tashqi ko'rinishi bilan yoshlar hamda oilaviy foydalanuvchilar e'tiborini tortadi. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, LED kunduzgi chiroqlar va aerodinamik bamper avtomobilga sportcha va zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Kuzov chiziqlari yanada silliq va dinamik ko'rinishga ega bo'lib, umumiy dizayn jozibadorlikni oshiradi. 2026 Chevrolet Monza kapoti ostida 1.5 litrli benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u kuchli va barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Ushbu motor taxminan 110 dan 120 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi va avtomatik hamda mexanik uzatmalar qutisi bilan taklif etiladi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha hisobda 6-7 litr atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich kundalik foydalanish uchun juda qulay. Shassi va osma tizimi yo'l notekisliklarni yumshatib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Salon qismi keng va ergonomik tarzda ishlab chiqilgan. Old panelda katta sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Rul boshqaruvi ko'p funksiyali bo'lib, audio va boshqa tizimlarni boshqarish imkonini beradi. Konditsioner tizimi samarali ishlaydi, orqa o'rindiqlar esa yetarlicha oyoq va bosh joyini ta'minlaydi. Bagaj hajmi ham kundalik ehtiyojlar uchun yetarli darajada keng. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. Avtomobil apps, tortish nazorati, stabilizatsiya tizimi hamda bir nechta xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozlangan. Orqa ko'rish kamerasi va parktronik tizimlar haydovchiga mashinani qulay boshqarish va to'xtashda yordam beradi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi esa to'qnashuv paytida yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. 2026 Chevrolet Monza narx va sifat muvozanati jihatidan ham bozorda raqobatbardosh model hisoblanadi. U zamonaviy ko'rinish, tejamkor dvigatel va boy jihozlar to'plami.